Siz bilan kontragentga qaytarish hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini ko'rib chiqamiz. Bu operatsiya korxona mahsulotlarni yetkazib beruvchiga qaytarganda va ombor harakatlarini kontragentga qaytib etishda qo'llaniladi. Hujjat yaratish uchun xaridlar qarshi tomonga qaytarish bo'limiga o'tamiz va yaratish tugmasini bosamiz. Yaratish tugmasi bosilgandan so'ng biz sana, korxona, ombor va kontragentni ko'rsatamiz. Hamma ma'lumotlar ko'rsatilgandan so'ng saqlash tugmasini bosamiz. Pastki qismda mahsulot nomini yoki shtrix kodini kiritishingiz mumkin yoki qo'shish tugmasi orqali mahsulotlarni tanlashingiz mumkin. Qo'llash tugmasini bosamiz. Har bir mahsulotning necha sonda qaytarilayotganini ko'rsatamiz. Qiymati bo'limiga mahsulotning kelish narxini ko'rsatamiz. Qo'llash tugmasini yana bir bor bosamiz va o'tkazish tugmasi orqali dokumentni yopamiz. Shunday qilib biz kontragentga qaytarish jarayonini ko'rib chiqdik. Hujjat yaratish, mahsulot qo'shish, chegirma qo'llash va o'tkazish bu operatsiyalar to'g'ri foydalanish hisobini aniq va yetkazib beruvchilar bilan munosabatni shaffof qiladi.